Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun Trigonometriyadan vazifa qilib berilgan 20 ta qiyin savolni tahlilini ko'rib chiqamiz. Kecha jonli dars qilmoqchi bo'lganimizda internet muammosi tufayli 4-misoldan o'tolmay qolgandik. Shuning uchun videoni qaytadan yozib YouTube kanalimizga ulashyapmiz. Video foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Men boshladim. Yon sirti S ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramida asosining tomoni qanday bo'lgani uning hajmi eng kichik bo'ladi. Endi yon sirtning yuzasini chizib olaman. Avvalo to'rtburchakli piramida ekan. Bizda muntazam to'rtburchakli bo'lganligi uchun hamma tomonni x deb belgilayman. Sabab bizdan asosining tomoni so'ralyapti. X ni topsam bo'ldi. Endi bizga apofimaning uzunligi f ga teng bo'lsin. Apofimamiz f. S yon sirtimiz nima bo'ladi? Perimetr 4x ko'paytirilgan apofima taqsim 2. Ya'ni 2x ko'paytirilgan f yarim. 4ximiz perimetr. Xo'p, endi S bor. Bizda nima so'rayapti? Hajmi eng kichik bo'ladigan. Hajmi uchun bizga nima kerak? S asos kerak, balandlik kerak. Bizda balandlik yo'q, S asos yuzasi bor, muammo yo'q. S asos yuzasi x kvadrat. Endi men balandlikni h ni x ga bog'liq ifodasini tuzib olishim kerak. Buning uchun bitta balandlik tushiraman. Apofema bilan bog'laydigan bo'lsam, balandlik asosning markaziga tushadi, x taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni kvadrat tomoni yarim. Balandlik h. Apofemaning kvadrati qo'shilgan h kvadrat teng x kvadrat taqsim 4. Bu yerdan apofemaning kvadrati teng bo'ladi. Yo'q, uzr. H ning kvadrati bizga h kerak. Teng bo'ladi. F ning kvadrati. Mana bu yerdan f ni topib olsak bo'ladi. F'imiz s taqsim 2x. F ning kvadrati s kvadrat taqsim 4x kvadrat. Undan ayirib tashlaymiz. X kvadrat taqsim 4 ni. H ni o'rniga borib qo'yaman. Demak, hajmimiz x kvadrat ko'paytirilgan ildiz osti bo'ladi. H kvadratimiz bor bizda. S kvadrat taqsim 4x kvadrat ayrilgan x kvadrat taqsim 4. Va hajmni topishda ildiz ostiga kiritib ko'rsam x kvadratni. Xo'p, 1 taqsim 4 ni ikkalasidan 1 taqsim 2 qilib ildizdan chiqarib qo'yaman. S kvadrat taqsim x kvadratga x ning 4-chi bo'lib kiradi bu ildiz ostiga. S kvadrat x kvadrat bo'ladi. Ayrilgan x ning kvadratiga x 4-chi qo'shilsa, ko'paytirilganda x ning 6-chisi bo'ladi. Mana shu ifoda. Endi bizda hajmimiz va eng katta bo'lishligi uchun ildiz ostidagi ifoda eng katta bo'lishi kerak. Biz ildizi bilan qo'shib hosil olishimiz shart emas. Shunchaki s kvadrat x kvadrat ayrilgan 6x 6x, ya'ni uzr. X ning 6-chisidan hosilasini nolga tenglasam bo'ldi. Mana shu nolga teng bo'lganda hajmi eng kichik bo'ladi. Shu o'rinda savol bo'lishi mumkin. Hajmi eng katta, eng kichik deganda har doim hosil olaveramiz. Har doim hosil olaveramiz. Masalan, f funksiyani maksimum minimum so'rasa hosilasini nolga tenglab tekshirar edik, to'g'rimi? Bizda geometriya yoki trigonometriya misollarida 99% holatda deyarli har doim eng kichik so'rasa ham, eng katta so'rasa ham hosil olganimizda deyarli doim bitta bo'ladi. Ya'ni bitta x chiqadi. Masalan, bu yerda hosil oladigan bo'lsak, 2 ta x ko'paytirilgan s kvadrat ayrilgan 6 ta x ning 5-chisi tengdir. Bu yerdan 2 ta x ni qarsini tashqariga chiqarib yuborsam, s kvadrat ayrilgan 3 ta x ning 4-chisi tengdir bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, x ning 0 degan bitta ildiz chiqyapti. Lekin x ning 0 asosan tomon 0 geometrik jihatdan ma'noga ega emas. U muntazam to'rtburchakli piramida bo'lmaydi. X 0 bo'lganda. Shuni hisobiga bittagina x chiqyapti. U ham bo'lsa eng kichik qiymatga erishtiruvchi x bo'ladi. Bu yerda x topadigan bo'lsak, ildiz osti s taqsim 4-darajali ildizi 3 bo'ladi. To'g'ri javob A varianti. Navbatdagi savol, bu ham to'rtburchakli piramida, ichki chizilgan kubning 4/3 piramidaning yon qirralarida bo'ladi, deyapti. Chizib olamiz. To'rtburchakni chizib olamiz. Ya'ni asosiy to'rtburchak kub.
Mana shunaqa. Xo'p, mana bu yerlarni uchiramiz. Biroz noodatiylroq qilib chizaylik. Xo'p, chizib oldik. Endi asosiysi, ya'ni bizga nima deb berilgan? 4ta uchi yonqiralarda yotadi, qolgan uchlari esa asosda yotadi. Agar piramida asosining tomoni ildizosi 2 bo'lsa, ya'ni piramida asosi ildizosi 2, yonqiralari esa 3. Yonqirasi 3 ga teng. Kubning qirrasini A deb belgilasak, mana shuni hisoblang. Kubning qirrasi A ga teng ekan. Endi bitta narsa kesim o'tkazamiz. Ya'ni balandlik tushiraman. Bizda asosdagi kvadratning ham markaziga tushadi. Mana bu diagonal kesimni qarayman. Mana bu kesim. Asosiy mana shu kesimni o'zidan chiqaramiz biz. Bo'ldi. Yonqiramiz chunki bizga berilgan tayyor ma'lumot 3 ga teng. Yonqiramiz. Balandligimiz h bo'ladi, noma'lum hozircha. Bilamizki, mana bu kvadratning tomoni ildizosi 2 bo'lsa, uning diagonal ildizosi 2 marta katta bo'ladi. Pifagordan 2. Bizning kesimimizdagi tushgan mana bu perpendikulyar markazga tushyapti. Mana bu masofa 1 ga teng. To'g'ri burchakli uchburchak. Bizda balandlik esa mana bu balandligimiz unga ichki chizilgan kubning tomoni A ga teng. Endi shu qismini chizib olaman. Alohida. Yonqirasi 3, diagonalning yarmi 1, perpendikulyar tushyapti. Bilamizki, balandlik ildizosi 2 ildizosi 2 bo'ladi. Pifagordan. Endi biz o'tkazayotgan mana bu kesimimiz, yana bir marta bo'yab olaman. Mana bu qismini qaytadan bo'yayapman. Bu qismi muhim. Nima? Bu ichki chizilgan kubning nimasi? Diagonal kesimi. Mana bu yerdan kesilgandi. Mana bu qism. Qora bilan bo'yab qo'ydim. Ichki chizilgan kubning mana diagonalini o'tkazadigan bo'lsak, shunaqa diagonal o'tadi. Biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Yana qayta ko'rib olasiz, boshdan chizmani, shunda tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni kubning tomoni A bo'ladigan bo'lsa, mana bu balandligimiz A bo'lyapti. Mana shu kesimda balandligimiz A bo'lyapti. Mana bu kesilganimiz esa diagonal yarim. Biz asosda katta diagonal yarimni oldik-ku, o'sha kesimda ichki chizilgan kubning ham diagonali yarim bo'ladi-da. Ichki chizilgan kubni diagonali A ildizosi 2 bo'ladi, uning yarim. Bo'ldi. Biz bu yerda sinus alfa, tangens alfani ishlasak bo'ladi mana bu yerdan. Tangens alfamiz 2 ildizosi 2 ga teng. Qarshisi harakati 2 ildizosi 2 ni 1 ga nisbat. Teng. Bu yerda tangens alfa, mana bu kichkina uchburchakda tangens alfani hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda hisoblasak ham bo'ladi, osonroq. Tangens alfamiz. Balandligimiz 2 ildizosi 2 ayrilgan A ga teng. Chunki mana bu yer A balandlik. 2 ildizosi 2 ayrilgan A. Asosimiz esa A ildizosi 2 taqsim 2. Tenglikdan bu tomonga ko'paytiradigan bo'lsam, ikkilar qisqarib ketib 2a'miz teng 2 ildizosi 2 ayrilgan A bo'ladi. Bu yerdan 3a'miz teng 2 ildizosi 2. A ning qiymati 2 ildizosi 2 taqsim 3. Bizdan 3 ildizosi 2 A ni so'rayapti. A ning o'rniga 2 ildizosi 2 taqsim 3 ni qo'yamiz. 3lar qisqarib ketadi. Natija 4. To'g'ri javob C varianti ekan. Asosiy qoidamiz, biz ichki chizilgan kubning diagonal kesimini oldik. Ya'ni bu asosini, ya'ni piramidaning ham asosidan o'tuvchi diagonal kesim bo'ladi. Mana shu kesimni o'zi tashlab qo'ya qoldik. Uchinchi savolimiz, bu ham muntazam to'rtburchakli piramida, asosining tomoni 4 ga, balandligi esa 2 ga teng. Xo'p. Asosining tomoni 4, balandligi esa balandlik tushaman 2. Diagonal o'tkazadigan bizdan nima so'rayapti? Piramida yon qirrasi bilan unga ayqash bo'lgan diagonal orasidagi masofa p ga teng. Yon qirrasi deb mana buni oladigan bo'lsam, unga ayqash diagonal mana bu bo'ladi. Bular orasidagi masofa mana bu markazida eng yaqin bo'ladi. Chunki buning proyeksiyasi aynan shu markazda.
Bizda ikkita to'g'ri chiziq, ayqash to'g'ri chiziq orasidagi masofa qachon eng kichkina bo'ladi? Birining proyeksiyasi ikkinchisiga perpendikulyar tushganda. Proyeksiyasini tushirsak, bu tabiiy holat perpendikulyar tushadi. Mana shu perpendikulyar proyeksiyasini olish mumkin. Mana shu masofamiz mana shu yerdan eng qisqa masofa bo'ldi. Mana ikkita ayqash chiziq turibdi. Ular orasidagi eng qisqa masofani qanday topamiz? Bundagi nuqtadan bunga, ya'ni bu chiziqning bunga perpendikulyar proyeksiyasini olamiz. Endi mana shu tushgan proyeksiyadan bungacha bo'lgan eng qisqa masofani olsak, ayqash-ku. Biz proyeksiya olganimizda masalan mana bunaqa proyeksiya bo'ladi. Perpendikulyar. Mana shundan eng qisqa masofani olsak, shu topilgan bo'ladi. Endi buning proyeksiyasi mana ikkinchi diagonal perpendikulyar. Endi mana shu nuqtadan aynan yonqiraga perpendikulyar tushirsak, eng qisqa masofa P bo'ladi. Endi bu yerda biz mana shu kesimdan foydalanamiz. Bo'ldi. Mana shu kesimimiz to'g'ri burchakli uchburchak. Hamma narsa bor bizda. Bizda asosiy tomoni 4 edi. Diagonal 4 ildizosi 2, uning yarmi 2 ildizosi 2 bo'ladi. Bu yer 2. Pifagor teoremasidan yonqiramiz 2 ildizosi 3 bo'ldi. Endi 2 ildizosi 3 ni p ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak ham uchburchak yuzasi, 2 ni 2 ildizosi 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak ham uchburchak yuzasi. Ikkilar qisqartirib yuboramiz. P ning qiymati 2 ildizosi 2 taqsim ildizosi 3 bo'ladi. Bizdan 3 ildizosi 6 p so'ralgan. P ning o'rniga qo'yib yuboramiz. 2 ildizosi 2 taqsim ildizosi 3. Qisqartirsak 6 ko'paytirilgan ildizosi 2 dan 2 bo'lib qoladi. Ya'ni natija 12. To'g'ri javob B varianti ekan. Menimcha ko'pchilikni qiynagan savollardan biri 4-savol. DABS piramidaning asosida ABC uchburchak yotadi. Piramida asosi uchburchak ekan. O'sha uchburchak tushuntiryapti. S burchagimiz 60, A'si 14, B'si esa 8 ga teng. Birinchi navbatda men S burchakni belgilab olishdan boshladim. Ya'ni mana S burchak bo'lsin. Uzunroq A'simiz 14 ga teng. B'simiz esa 8 ga teng. Endi keyingisi DAS va DABlar yonqirralari asos tekisligiga perpendikulyar. E'tibor beradigan bo'lsak, DA ikkalasi ham ishlatilyapti. DA e, chizig'imiz, ya'ni mana bu yerdan deymiz. Ikkalasiga ham perpendikulyar qoladi. Mana bu chiziqqa ham, bu chiziqqa ham. Chunki DAS degan tekisligimiz ham uchburchak tekisligiga perpendikulyar, bunisi ham uchburchak tekisligiga perpendikulyar. DAB ham. Ya'ni mana bu DA'miz uchburchak tekisligiga umuman olganda perpendikulyar bo'ladi. Ikkita to'g'ri chiziqqa ham perpendikulyar bo'lganligi uchun. Ikkala holatda ham perpendikulyar. Endi mana bu burchak S burchagimiz 60 ga berilgan. Biz nima so'ralyapti bizdan? DB qirraning o'rtasidan, DB qirraning o'rtasidan tanlanyapti mana bu yer. O'rtasi orqali o'tib, mana shu yerdan o'tib, o'rtasidan o'tish kerak ekan. BC va AD qirralarga parallel bo'lgan. Qarang. Endi birinchisi BC ga parallel bo'lishi, mana BC asosga parallel bo'lishi, uning mana shu o'rtasidan o'tdimi? Mana bu yerdan ham parallel ravishda kesib, DC ni ham teng 2 ga bo'lishini bildiradi. Parallel, ya'ni uzunligi 4 ga teng. Falestiyar emas. Parallel bo'lgandan keyin parallel to'g'ri chiziqlar mana shu burchakni mos nisbatda bo'ladi. Ya'ni bu tomon teng o'rtasi deyilgan, bu yoq ham o'rtasi bo'ladi. O'rta chiziq 8 ni yarmi. AD qirraga nisbatan parallel deyapti. Endi AD qirraga nisbatan parallel tushamiz. ADimiz uji balandligida unga parallel tushyapmiz. Yana o'sha mana bu yerdagi burchakka nisbatan parallel bo'lganligi uchun bu ikkalasi parallel to'g'ri chiziqlar mana shu yerdagi DAB yog'ini parallel to'g'ri chiziqlar kesganligi uchun asosli ham teng 2 bo'ladi. Mana bu ham teng 2 bo'ladi. Endi bu ham o'rta chiziq. Balandligimiz bizda 4 ildizosi 3 berilgan. Bu yerdagi balandligimiz mana bu 2 ildizosi 3 bo'ladi. Mana bu balandlik. Endi bu kesganimiz albatta bu tomondan ham o'rtasiga tushadi. 14 ni ham 7 7 kesib bo'ladi. Narigi tomon ham bitta. Bo'ldi. Bizda nima hosil bo'ldi? Mana bu kesim hosil bo'ldi.
Bizdan so'ralayotgan narsa hali bu emas. Mana shunaqa qirralarga parallel tekislik piramida bilan hosil qilgan kesim deyapti. Mana shu kesim 3 S nuqtada bo'lgan ikkinchi piramida bo'ldi. 3-ni S nuqtada olsak, ikkinchi boshqa piramida. Ya'ni mana bu yerga, bu tomonga tutashtirsak, mana shu kesimimiz bitta yana piramida bo'ldi. Bu og'ma piramida bo'lyapti. Piramidaning hajmi nima edi? 1/3 S asos ko'paytirilgan h. S asosimiz bizda kesimimiz nima bo'lyapti? To'g'ri to'rtburchak bo'lyapti. Nimaga to'g'ri to'rtburchak? Chunki bizda mana bu yer 90 gradus ikkalasi ham. Shunga parallel bo'ldimi? Mana bu chiziqlar ham perpendikulyar. Asos tekisligiga perpendikulyarmi? Asos tekisligida yotgan mana bu chizig'imiz BSga parallel edi, asos tekisligida yotibdi. Shuni hisobiga bunga ham perpendikulyar. Bu ham perpendikulyar. Endi to'g'ri to'rtburchak yuzasi 2 ildizosi 3 ko'paytirilgan 4 tani bor. Ya'ni 8 ildizosi 3. Balandlik hni qanday topamiz desak, mana bu 60 gradus bekorga berilmaganmiz. Asosning o'zini chizib ko'rsataman. Mana bu yer 8, bu yer 14 berilgan, bu yer 60 gradus. Asosdan o'rta chiziq o'tkazilyapti. Bizdan mana S3, mana S3dan balandlik tushirishimiz kerak. Qayerga? Mana bu asosga balandlik tushirilishi kerak. Piramidaning hajmini topishda. Mana bu haj balandligimiz S3dan mana shu tekislikkacha bo'lgan masofa. Bu degani bitta proyeksiyasini qaraydigan bo'lsak, S nuqtadan mana bu o'rta chiziqgacha bo'lgan masofa, o'rta chiziq davom bu yoqqa o'tadi. Mana bu masofa balandlik qoladi. Bizda mana bu balandligimiz 2h bo'ladi. Chunki o'rta chiziq balandlik ham teng 2 ga bo'ladi. Endi 2h ni 14 ga bo'lganimiz teng bo'ladi sinus 60 gradusga. Ya'ni qoidani ishlatyapmiz. Balandligimiz qarshisidagi katet bo'lyapti, gipotenuzamiz bu yerda 14 bo'lyapti. Sinus 60 gradusimiz ildizosi 3/2. Bundan h ni topadigan bo'lsak, xo'p, 7 ildizosi 3/2 bo'ldi. O'rniga qo'yamiz. Hajmimiz 1/3 ko'paytirilgan 8 ildizosi 3 ko'paytirilgan 7 ildizosi 3/2. Ildizosi 3lar bilan 3 qisqarib ketadi. 8 bilan 2 qisqarsa 4, natija 28 bo'ladi. To'g'ri javob D varianti. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. 5-savol. Muntazam oltiburchakli prizmaga silindr tashqi chizilgan. Ya'ni prizma deyapti, asosi oltiburchak. Buni shunchaki oltiburchakni chizib, mana shunga tashqi chizilgan aylana deb ko'rsagan bo'ladi. Ya'ni faqatgina birinchi aylanani chizib olaylik. Shunga oltiburchak ichki chizilgan. Oltiburchak. Muntazam oltiburchakli prizmaga silindr tashqi chizilgan. Tashqi aylana chizdik. Silindr yon sirtining yuzasi. S yonimiz 16 pi ildizosi 3 ga teng. Yon sirtimiz yuzasi nima bo'ladi? Silindrniki. 2 pi r asosining uzunligiga balandlik h ko'paytmasi. Silindr o'qi degani aylana markazi degani. Tepadan qarasak, prizma yon yog'ining diagonaligacha. Prizma yon yog'ining diagonali bilamiz, mana bu prizma oltiburchakli bo'lsa, masalan, oltiburchak chizaylik. 1 2 tushirsak oltiburchak. Mana oltiburchakli prizma. Mana shuning yon yog'ining diagonali tepadan qarasak, mana bu tomoni bilan bir xil. Shungacha bu diagonaligacha bo'lgan masofa 2 ildizosi 3. Ya'ni markazdan bungacha bo'lgan masofa 2 ildizosi 3. Prizma hajmini toping.
Olti burchakda bizda zo'r xossamiz bor. Olti burchakda mana burchagimiz 30 gradus bo'ladi. Bu yer 60 gradus. Chunki olti burchakning har bitta tomoni muntazam bo'lgani uchun mos ravishda 60 gradusni tortib turadi. Bu yer ikki ildizosi uchimiz ichki chizilgan aylanma radiusi. Bu yerdan 60 gradus qarshisida harakatingiz 2 ildizosi 3 bo'lsa, 30 gradus qarshisida harakatingiz 2 bo'ladi. Mana bu 4 bo'ladi. Ya'ni tashqi chizilgan aylanma radiusi 4. Bizdan prizma hajmi so'ralyapti. Bizda s- tashqi chizilgan aylanma radiusimiz tashqi chizilgan silindr radiusi. Ya'ni radius 4 chiqdimi? Radius o'rniga 4 ni qo'yadigan bo'lsak, h balandlik chiqadi. 4 8pi ko'payadigan hashimiz 16 pi ildizosi 3. Bundan hashimiz 2 ildizosi 3. Endi prizma hajmi. V teng prizmaning asosi 6 ta muntazam uchburchakdan iborat. Tomonining uzunligi mana bu yerda ko'rdik. Tashqi chizilgan aylanma radiusga teng bo'lib qoladi. 2 ta 2 4 ga teng. 6 ta a kvadrat ildizosi 3 taqsim 4 ko'payadigan balandlik h. Bu degani 3 taqsim 2 ildizosi 3 ko'paytirilgan a kvadratimiz 4 ning kvadrati 16, balandligimiz 2 ildizosi 3. Xo'p, 16 bilan 2 qisqarsa 8 qoladi. 8 ko'paytirilgan 3 kera 2 ta ildizosi 3imiz. Yo'q, 16 bilan 2 ni emas. Mana bu 2 bilan bu 2 ni qisqartirib yuborsak bo'ldi ekan. 16 ning o'zi ko'paytirilgan 9. Natija 144 bo'ldi. To'g'ri javob A variant. Navbatdagi savol. Konusning yon sirti yoyilganda hosil bo'lgan sektor burchagi 90 gradusga, yoyining uzunligi 4pi ildizosi 15 ga teng. Konusning hajmini toping. Konus mana bu konus yon sirti yoyilganda, ya'ni asosan radiusini r desak, 2pi r uzunlik bo'ladi. Mana shuni yoyganimizda qandaydir bir yoy bo'ladi. Ya'ni mana shu uzunligi 2pi r bo'lgan. Mana bu esa L. L yasovchi. Mana bu burchagimiz bizga 90 gradus deb aytayapti. Bizga yoyning uzunligi mana shu 2pi rimiz teng deyapti 4pi ildizosi 15. Bundan radius topsak 2 ildizosi 15 bo'ladi, asosan radius. L yasovchini topsak, L yasovchini qanday topamiz? 2pi L desak, butun aylana yoy bo'ladi, hammasini. Bizda 90 gradus 4 dan 1. Mana shu teng ekan 4pi ildizosi 15 ga. Qisqartirsak L'imiz 8 ildizosi 15 bo'ldi. Bu yerda L'imiz 8 ildizosi 15, mana 8 ildizosi 15. Asosan radiusi esa 2 ildizosi 15. Bilamizki, balandlik tushirsak Pifagor teoremasi bo'ladi. Pifagor teoremasi men ildizosi 15 lar aralashtirib o'tirmayman, bir xil bo'lgani uchun nima deydi? 8 ning kvadrati 64 dan 2 ning kvadrati 4 ni esa ildizosi 60 qoladi. Ko'paytirilgan ildizosi 15 ham bor. Chunki ildizosi 15 marta katta. Shunda. Endi konus hajmi V teng 1 taqsim 3 pi radiusning kvadrati 2 ildizosi 15 ning kvadrati 4 kera 15. Ko'paytirilgan bu esa 30 bo'ladi. Ko'paytirsak ildiz chiqib 30 chiqadi. 30 balandligimiz 30. 30 bilan mana bu ketsa 10 qoldi. Natija 4 kera 15 60. Natija 600 pi ga teng ekan. To'g'ri javob C variant. Navbatdagi savol 7. Konusning markazidan uning yasovchisigacha bo'lgan masofa 3 ga teng. Ya'ni bu yerda xato, qisqacha xatolik ketgan. Konusning markazidan emas, asos markazidan deyishimiz kerak edi. Yon yasovchisigacha bo'lgan masofa 3 ga teng. Konus chizib olaman. Asosining markazidan boya ko'rdik. Balandlik tushirsak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Yasovchigacha bo'lgan masofa 3. Yasovchi asos tekisligiga 30 gradus burchak ostida ketgan. Yasovchi mana bu L'imiz asos tekisligi bilan 30 gradus burchak tashkil qilgan. Bu degani 30 gradus qarshisidagi katet bizda radius bo'ladi. 6 ga teng.
Mana bu 30'dagidan bu yer 60, bu yer ham 30 bo'ladi. Bundan bu yer 60. Ya'ni 60 gradus qarshisidagi katet 6 ga teng bo'lyapti. 30 gradus qarshisidagi katet undan ildizosi 3 marta kichkina, 2 ildizosi 3 bo'ladi. Bizdan konusning hajmi v bo'lsa deyapti. V ni topib olsak, 1 taqsim 3 pi radius 6 ning kvadrati ko'paygan balandligimiz 2 ildizosi 3. Mana shu v ni bo'lishimiz kerak pi ildizosi 3 ga. V'imiz o'zi 36 ni 3 ga bo'lsak 12 pi ko'paytirilgan 2 ildizosi 3 taqsim pi ildizosi 3 ga bo'lsak ildizosi 3 va pi qisqarib ketadi. Natija 24 ga teng ekan. To'g'ri javob A variant. Navbatdagi savol. Kesik konusning yasovchisi 2 ga teng. O'q kesimining diagonal kesimining yon tomoniga perpendikulyar. Ya'ni o'q kesimining diagonali. Konus chizib olamiz. Kichkinaroq chizaylik. Mana. Buning yasovchisi 2 ekan. O'q kesimi degani asosi 2r, radiusi ikkilangani. Mana o'q kesimi trapetsiyadan iborat bo'ladi. Bu yer 2, bu yer ikkita asosiy radius, bu yer katta asosiy radius. O'q kesimining diagonali deyapti. Yon tomoniga perpendikulyar. Mana bu perpendikulyar va asos tekisligidan 30 gradus burchak tashkil qiladi. Mana 30. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan gipotenuza 4 bo'ldi. Radius asosiniki 2. Endi kesik konus yon sirti yuzini toping deyapti. Shu uchun bitta formulani zo'rini ko'ramiz. Hozir 30 gradus, mana bu 60 ligidan mana bu radius topib olishimiz kerak. 60 balandlik tushirsam, mana bu 30 gradus bo'ladi. Mana bu esa 1. Trapetsiyaning asosi 4. Mana bu 1. Yana bitta balandlik tushirsak, bu yer ham 1. 4 dan 2 ta 1 ketsa, mana bu 2 qoladi o'rtada. Ya'ni mana bu tomon 2 ekan, kichik asosining radiusi 1. Endi bizdan kesik konusning yon sirti so'ralyapti. Yon sirtini eslab qolish uchun, ya'ni bu formula emas, eslab qolish usuli. Yon sirtini yoyganimizda mana bunaqa trapetsiyaga o'xshash bir halqa, ya'ni qanchadir qismi halqa bo'ladi. Mana bu yer 2pi kichkina er bo'ladi, bu yer 2pi katta er bo'ladi. Mana bu el yasovchi. El yasovchi bu yerga perpendikulyar bo'ladi desak bo'ladi. Mana shu S yon sirtimiz yuzasi 2ta pi kichkina er qo'shilgan 2ta pi katta er, ya'ni trapetsiyaning yuzasiga o'xshaydi. Formula tushunarli. Mana bu 2pi erni katta 2pi erga qo'shib 2 ga bo'lib L yasovchiga ko'paytirsak bu. Oddiy kesik bo'lmagan konusni ham yon sirti xuddi shunaqa topiladi. Vaqtingiz olsa men bitta takrorlab ketaylik. Asosiy radius r bo'lsa, bilamiz S yonimiz konusi nimaga teng? PRL ga teng. Nimaga desak, yoyadigan bo'lsak, mana bu yer 2PR bo'ladi. Asosiy radiusi 2PR bo'ladi. Yasovchi L bo'ladi. Bu uchburchakka o'xshaydi-ku. Bu trapetsiyaga o'xshayapti. Asosini 2PR ni 2 ga bo'lib, balandlik L ga ko'paytirsak, PRL bo'ladi. Mana formula. Endi formulani qo'yib qo'yamiz. Kichkina radius 1, kattasi 2. 2PR ni qarsini tashqari chiqarsak 2 bilan qisqarib pi qoladi. Radiuslar yig'indisi 2 qo'shilgan 1. Ko'paytirilgan L'imiz 2 ga teng. Demak 6pi ekan. To'g'ri javob C varianti. Navbatdagi savol 9. Sfera asosi 4 ga 3dagi burchagi mana shunga teng bo'lgan teng yonli uchburchakning uchlari orqali o'tadi. Sfera asosi 4 ga 3dagi burchagi mana shunga teng mana shu bo'lgan teng yonli uchburchakning uchlari orqali o'tadi. Bitta uchburchak asosi 4. Mana bu yerdagi burchak alfa bo'lsa, mana shu alfamiz ark sinus 1/3 bo'lgan teng yonli, mana teng yonli uchburchakdan o'tadi. Sfera markazidan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa 8 ga teng. Sfera markazi. Endi sferani qanaqa chizsak bo'ladi? Mana bu bitta sferaning bitta tekisligi. Sferamiz o'zi aslida bunaqa kattaroq. Mana
Buni ham shunga o'xshatib chizaylik. Mana sfera tekisligi, sfera markazi mana bu yer bo'lsa, sfera markazidan mana bu uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofamiz 8 deyapti. Uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofamiz 8. Endi biz mana bu tashqi chizilgan aylana radiusini topa olamizmi? Mana shu joyda topa olamiz. Tashqi chizilgan aylana radiusi o'sha tekislik uchun, mana bu tekislik uchun, mana shu tekislik uchun bu. Ya'ni a taqsim 2 ta sinus alfa. Tomonimiz a 4 ga teng aytilgan. Sinusimiz 1 taqsim 3 ga teng. 2 ko'paytirgan 1 taqsim 3. Natija 6 bo'ladi. Radiusimiz 6. Endi biz mana bu sfera markazidan 3 tekislikkacha bo'lgan masofa 8, bu radius 6 bo'lsa, mana bu 3 bo'lyaptimi? Nimani? Sferaning 3. Bu sfera markazi. Ular orasidagi masofa mana bu. Bizda sferaning radiusi bor. Sferaning radiusini qanaqa? R sfera deb qo'yamiz. Bu yerda uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa bo'lgandan keyin tekislikka perpendikulyar bo'ladi. Sferaning radiusi Pifagor teoremasidan 8 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadratini ildiz olganimiz 10 ga teng bo'lib qoladi. To'g'ri javob A varianti. 10-savol. Muntazam uchburchakli piramidada yon yoqlar asos tekisligi bilan og'ish burchagi 60, piramidaga tashqi chizilgan sharning radiusi esa necha? 35 ga teng. Unga ichki chizilgan shar radiusini toping. Dastlab tashqi chizilgan shar radiusiga qaraydigan bo'lsak, balandlik tushiraman. Bizga aytyaptiki, yon yog'i asos tekislik bilan 60 gradus burchak tashkil qilyapti. Asos muntazam bo'lgandan keyin A. Mana bu asosining markazi. Ya'ni bu ham markaz. Chunki apofema markazga balandlik tushadi, teng yonda bo'lgani uchun. Mana bu burchagimiz 60 gradus. Bu yer 60 gradus. Endi mana bu yerdan bungacha bo'lgan masofa tashqi chizilgan aylana markazi asosga, bu esa ichki chizilgan aylana markazi. Ya'ni bu A taqsim 2 ildiz osti 3. Bu yer esa A taqsim ildiz osti 3. Markazga olib borsam, ya'ni tashqi chizilgan aylana markazigacha bo'lgan masofamiz bizda 35 ga teng. Tepasi ham 35. Endi balandlikni qanaqa qilib topib olsam bo'ladi? Mana bu 60 gradus, bu yer 90 gradus. To'g'ri burchakli uchburchakda 60 gradus qarshisidagi katet, ya'ni balandligimiz, hashimiz teng bo'ladi. Mana bu asos A taqsim 2 ildiz osti 3 dan necha marta katta bo'ladi? 2 marta, ildiz osti 3 marta katta bo'ladi. 60 gradus qarshisidagi katet, ya'ni A taqsim 2. Endi esa mana bu kesimga qaraymiz. Mana bu kesimda Pifagor teoremasini qo'llasak bo'ladi. A taqsim 2 dan 35 ni ayirsam mana bu masofa kelib chiqadi. Balandlik hammasini A taqsim 2 dan 32 dan ayirayman. 35 dan. Uning kvadrati qo'shilgan tashqi chizilgan aylana radiusi A taqsim ildiz osti 3 ning kvadrati teng 35 ning kvadrati. Bitta ochib chiqib soddalashtiradigan bo'lsak, A ning qiymati 60 chiqar ekan. Ya'ni hozir bu yerga ko'p yozib o'tira olmayman. A ning qiymati 60. Yana boshqadan chizib olaman. Tomonining uzunligi 60 ga teng bo'lsa, muntazam uchburchak asosi va bunga ichki chizilgan sharimiz mana bunga asosga ichki chizilgan aylana orqali hosil qilingan konusga ichki chizilgan shar hisoblanadi. Nega konus? Asosiysi biz o'q kesimini olib olishga, ya'ni mana shu konusni o'q kesimini olib olishimiz kerak. Balandligimiz A taqsim 2 30 ga teng. Ya'ni shu konusning o'q kesimini chizaman birdaniga. Konusning o'q kesimida balandligimiz mana bu yerda topganmiz A taqsim 2, ya'ni 30 ga teng. Mana bu yer 60 gradus bo'ldi. Mana shu o'q kesimga, ya'ni konusning o'q kesimiga ichki chizilgan sharimiz aynan piramidaga ichki chizilgan hisoblanadi. Sabab mana bu yer 60 gradus.
Ya'ni ichkizilgan sharimiz nima bo'lishi kerak? Hamma yoqlarga tegishi kerak. Hamma yoqning qayeriga tegadi? Apofemasiga tegadi. Apofemalar birlashtirilsa, aylantirilsa, bizda konus hosil bo'ladi. Mana shunisi bilan osonlashtirsak bo'ladi. Har bir uchun uchta shakl chizib, chizib, hisob kitob qila olmaymiz. Endi bir 30 da ekanligidan 60 gradus. 30 gradus qarshisidagi katet 60 gradusdan ildizosi 3 marta kichik. Ya'ni 10 ildizosi 3. Endi esa bu yer 20 ildizosi 3. Pifagordan. Bunga ichki chizilgan aylanma radiusi r 2 s taqsim p formulaga qo'yamiz. Ha, bu 60 gradus bizga zo'r imkoniyat beradi. R teng a taqsim ildizosi 3 ham bo'ldi. Tomonni ildizosi 3 dan biriga teng. Ya'ni bu o'q kesimning, chunki o'q kesimimiz nima bo'lyapti? Muntazam uchburchak bo'lyapti. Mana 20 ildizosi 3, 10 ildizosi 3 dan 2 ta, mana bu 60 gradus. Shundan bilib qoldim. A taqsim 2 ildizosi 3 unga ichkisilgan aylanma radius. Ya'ni a tomonimiz 60 bo'lganda 2 ildizosi 3 ga bo'lsak, radiusimiz 30 taqsim ildizosi 3 bu 10 ildizosi 3 bo'ladi. Yo'q, qayerda adashdimmi? Yo'q, uzr. 60 emas, tomon. Bu yerda yangi shaklning tomoni 20 ildizosi 3 mana. 20 ildizosi 3 ni 2 ildizosi 3 ga bo'lsak, natija 10 bo'ladi. To'g'ri javob C varianti. Navbatdagi savol 11. Juda ham ko'p vaqt oladi. Vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bemalol kuzatavering. 11-savol. Ildizosi 11 radiusli sharga muntazam uchburchakli ABCD ABC A' B' C' prizma ichkizildi. Chizib olaman. Prizma chizamiz. Xo'p, belgilab olaman. A B C A' B' C'. Bizda aytayotganimiz A B' deganimiz A B'. Shuni qizil rangda chizsak, e'tibor jalb qiladi va ko'rinish oson. A B' chizig'imiz I A C tekisligimiz. Endi buni bo'yamasak bo'lmaydi. Qarang. A nuqta, C nuqta hamda C' o'sha 3 ta nuqtadan o'tuvchi tekisligimiz qaysi? Mana bu yon yog'i hisoblanadi. Mana shu yon yog'. Endi bizda aytayaptiki, mana shu chiziq bilan mana shu tekislik orasidagi burchak 45 gradus. To'g'ri chiziq bilan tekislik orasidagi burchak qanday topiladi desak, mana shu to'g'ri chiziqning bironta nuqtasidan perpendikulyar tushirsak, uning og'masi, ya'ni proyeksiyasi va to'g'ri chiziq orasidagi burchak hisoblanadi. Bu yerda ham biz mana bu 3dan 5' 3dan perpendikulyar tushirishimiz kerak. Asosi muntazam bo'lgandan keyin asos teng 2 ga bo'lib tushadi. Muntazam uchburchakli. Va mana bu kesmamizni o'tkazsak, mana shu ikki orasidagi burchak 45 gradusga aytilyapti. Endi prizmaning hajmini topishimiz kerak. Prizmaning asosiy tomonini A deb belgilasam, balandligimiz, ya'ni asosiy tomon hammasi A-ku. A ildizosida 3/2. Mana bu 45 gradus ekanligidan, ildizosi 2 marta katta bo'ladi. A B'. A B' gipotenuzaga 90 gradus mana bu. 45 gradus qarshisidagi katet ildizosi 2 marta kichkina bo'ladi gipotenuza. Ya'ni A ildizosi 3/2 ga ildizosi 2 ni ko'paytirsam mana bu A B'. Buni Pifagor teoremasida A kvadrat qo'shilgan H kvadrat deb yozsam bo'ladi. Mana shuning kvadrati. Pifagor teoremasi ishlatildi. A B' gipotenuza. Mana bu A B A' B' yog'i tom uchun.
Diagonal. Pifagor teoremasini aylantiramiz. Ya'ni kvadrat ko'taradigan bo'lsam, 3 taqsim 2 ta a kvadratimiz teng a kvadrat qo'shilgan h kvadrat. Bundan a kvadratimiz taqsim 2, a kvadrat taqsim 2 imiz h kvadrat, h imiz a taqsim ildiz 2 bo'ldi. H ni topib oldik. A ga bog'liq. Endi bizdan nima? Sharning radiusiga bog'lab a tomonini topib olsak, prizma hajmini topib olamiz. Bu oddiy savol emas, ya'ni hisob kitobini ko'ryapsiz. Men deyarli maksimal darajada minimallashtiryapman. Shunda ham hali yana ikkita masala bor. Prizmaning hajmini topishimiz kerak. Xo'p, endi radiusga bog'lab olsam. Endi tashqi chizilgan, ya'ni mana shu prizmaga tashqi chizilgan sharimiz nimaga tashqi chizilgan? Buning tepa asosiga tashqi chizilgan aylana, pastki asosiga tashqi aylana chizib olsam, mana shular sharning sirtida. Ya'ni bular nima? Bu bitta konus. Ya'ni konusning o'q kesimi shunaqangi konus borku, mana konus. Asosiy tepasida ham bitta muntazam uchburchak bor, pastida ham bitta muntazam uchburchak bor. Mana shu sharni ichida turibdi. Endi mana shu konusimizni uzr, konus dedim. Konusimiz mana bu silindrimizni radiusi mana bu a tomon bo'ladigan bo'lsa, radiusi tashqi chizilyapti-ku. A taqsim ildiz 3 muntazam uchburchak. Balandligimiz o'sha h biz topgan. Mana a taqsim ildiz 2. Bizda diagonalimiz nima bo'ladi? Diametr bo'ladi 2 ildiz 11. Bo'ldi, Pifagor teoremasini qo'llaymiz. 2 ildiz 11 ning qavs kvadrati Pifagor asosining radiusi, ya'ni asosining diametri bo'lib qoladi. Asosining diametri a taqsim ildiz 3 dan 2 ta. 2 ta a taqsim ildiz 3 ning qavs kvadrati qo'shilgan h taqsim ildiz 2 ning kvadrati. Yo'q, a taqsim ildiz 2 ning kvadrati. 44 ga teng ekan. 4 ta a kvadrat taqsim 3 qo'shilgan a kvadrat taqsim 2. Umumiy maxraj bersak 11 ta a kvadrat taqsim 6 bo'ladi. Bundan a kvadratimiz 24. A ni topadigan bo'lsak, to'g'rirog'i 2 ildiz 6. H ni topadigan bo'lsak, mana ildiz 2 marta kichkina. 2 ildiz 3. Endi menimcha muammomiz prizmaning hajmi. Asosi a kvadrat ildiz 3 taqsim 4, ko'paygan balandligimiz h. A kvadratimiz 24 edi. 24 ni 4 ga bo'lsam 6 bo'ladi. 6 ildiz 3 ko'paytirilgan 2 ildiz 3. Hajmimiz xo'p 12 kara 3 36 ga teng bo'ldi. To'g'ri javob B variant ekan. Bu yechim uchun bitta like bosib qo'ying. Ya'ni bu savollar hammasi 3 tadan savol ko'pi. Ya'ni 3 ta amal bajaryapmiz. 3 tadan savol degani, ya'ni bitta savol ishladingiz degani, asosiy imtihonda bemalol 3 ta masalani ishlay olasiz. To'g'risi trigonometriyada. Navbatdagi savol 12. Shar sektori asos radiusi 60 ga, shar radiusi esa 75 ga teng bo'lsa, shar sektorining hajmini toping. Sektor deyapti, segment emas. Chizib olamiz. Shar sektorini asosini, mana bu asosining radiusi 60 ekan. Sharning o'zining radiusi esa 75 ekan. Pifagor teoremasini qo'llasak, mana bu yerda 45 bo'ladi. Shar sektorining balandligi esa mana tepasi 30 qoladi. Endi bizda tayyor formula bor. Shar sektorining hajmi v bizdan shuni so'rayapti. Sektor teng 2 pi taqsim 3 radius kvadrat h degan. Yoki sharni segmentini hajmi bor. Segmentini topib, alohida mana bu konusning hajmini ayirib tashlasak ham bo'ladi. Segmentning hajmi p h kvadrat radius ayrilgan h taqsim 3 degan. Kelib chiqadi bir-biridan.
Istalgan bittasini yodlab olsak, ikkinchisini bog'lab olishimiz mumkin. Bizda sektor hajmi so'ralgan, shunchaki formula qo'yamiz. 2 pi taqsim 3 ko'paytirilgan radiusning kvadrati 75 ning kvadrat deyishimiz kerak edi, ammo 7,5 kvadrat deymiz, chunki javob 7 metrda so'ralgan. Bular santimetr berilgan. 10 marta kichiraytiramiz. H balandligimiz 30 edi, o'rniga 3 qo'yamiz. 3 bilan 3 qisqarib ketdi. Endi 2 pi ni 7,5 ning kvadratiga ko'paytiramiz. Kalkulyatorda hisoblaydigan bo'lsak, 112,5 pi bo'lar ekan. Mana bu yerda faqatgina bitta virgul qolib ketgan ekan. Aybga buyurmaysizlar. Navbatdagi savol 13. Asos radius 9 santimetr bo'lgan konusga shar ichki chizilgan. Ularning urinish chizig'idan tekislik o'tkazilgan. Bu tekislik konusning hajmini 3 dan boshlab hisoblaganda 8,117 nisbatda bo'ladi. Sharning radiusi topilsin. Konus chizib olaman. Bunga ichki shar chizilyapti. Xo'p, sal tepaga ko'tarib olamiz. Xo'p, ko'tarib bo'lmadi. Bitta orqa qaytaramiz endi. Bo'ldi. Qo'limizdan kelgani shu. Endi mana shu urinish chizig'idan bitta kesim o'tkazadigan bo'lsak, hajmlar tepasi 8, pasti 117 bo'lar ekan. Tepasining hajmi 8 bo'lsa, mana bu V1 ni hammasini hajmi V o'zi 125 bo'ladi qo'shsak. Endi bilamizki, hajmlar nisbati tomonlar nisbati, ya'ni tomonlar degani ixtiyoriy tomonni olishimiz mumkin. Radiuslar nisbati dedik, buni radiusini buni radiusga nisbati. Asosini bu yoqdagi radius. Bizga 9 berilgan. Tepadagi radiusni kichkina r desak, r taqsim bizga 9 berilgan. Asos radiusi kubiga teng. Bu 8 taqsim 125 ga teng bo'ladi. Kub ildizdan chiqarib olsak, radius taqsim 9 imiz teng 2 taqsim 3 ga. Bundan radiusimiz 6 ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni mana shu kesimning radiusi topildi. Burada radiusning 9 ga nisbati 3 ildizda 3 darajali ildiz chiqarsak 2 taqsim 3 emas, 2 taqsim 5 ku. 125 dan. Xo'p, radiusimiz shunda 18 taqsim 5 bo'lyapti. Bu o'zi umuman kerak ham emas. Ya'ni buni noto'g'ri tanladik. Radiusning 9 ga nisbati emas. Bular hajmlar nisbati 8 va 5 mi? Tomonlar nisbati mana bu yer. Tepasi 2x bo'lsa, kubildizdan chiqarsak, bundan kubildizdan chiqarsak 5x, hammasi 5x bo'lishi kerak. Mana bu yoq 3x. 3x imiz mana yerda 9 ga teng, x imiz 3 ga teng. X 3 ga tengligidan x 3 ga tengligidan mana bu yer tepasi 6, bu yer esa 9 bo'ldi. O'q kesimni chizib olsak, asos 18, 9 ga 6 15. 15. Balandlik tushiradigan bo'lsak, Pifagor teoremasidan 9 12 bo'ldi. Endi ichki chizilgan aylana bizda ichki chizilgan shar radiusi hisoblanadi. 2s taqsim p formulaga qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan s yuzamiz 12 ko'paytirilgan 9 ga teng. Perimetrimiz esa 30 48 ga teng. 48 bilan 12 qisqarsa 4 qoladi. Radiusimiz 4,5 ga teng ekan. To'g'ri javob B varianti. Navbatdagi savol 14. Sharga kesik konus ichki chizilgan. Kesik konusning asoslari sfera sirtini yuzalari 10 pi, 70 pi, 20 pi ga teng bo'lgan 3 ta qismga ajratadi. Kesik konus hajmini toping. Ya'ni birinchi navbatda shart chizib olamiz. Endi bunga kesik konus chizamiz. Mana tepasi, ya'ni sirti 10 pi bo'lyapti. Bu yoq 20 pi bo'lyapti. O'rtasi esa 70 pi qolyapti. Bizda shar segmentining segment yuzasi formulasi bor 2 pi r h degan. Ya'ni radiusimiz bizda nimaga teng? Berilganmi? Shar radius. Yo'q, lekin topsa bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yer 10 pi, bu yoq 70 pi, bu yoq
20 pi. Hammasini qo'shsak 100 pi bo'ladi. Bu 4 pi r kvadrat, ya'ni to'la sirti. Bundan radiusimiz 5 chiqdi. Radius o'rniga 5 ni qo'ysam, birinchisi 10 pi ning balandligi nech bo'ladi? 2 pi ko'paytirgan radius 5, hashimiz balandligimiz 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana balandligimiz 1 ga teng ekan. 20 pi uchun esa bu 2 ga teng bo'ladi. Markaz aylananing radiusi bilamiz 5 ga teng. 5 ga teng bo'lsa, tepadagi balandlik 1 bo'lsa, qolgani 4 qoladi. Pifagordan kesik-konusning kichkina aylanasining radiusi 3 ga teng. Pastda ham xuddi shu narsani qo'llasak, radius 5, asosgacha bo'lgan masofa 3 ga teng, 2 dan qolgani bu yoq esa Pifagordan 4 bo'ldi. Balandlik esa h 3 va 4 7 ga teng. Endi bizdan kesik konus hajmi so'ralyapti. Kesik konus hajmi bilamiz 1/3 pi radius kvadratlar plus radiuslar ko'paytmasi i balandlikdan iborat. Bizda hammasi bor bu yerda. 1/3 pi radiusimiz 3 ning kvadrati 9, 4 ning kvadrati 16 qo'shilgan, ular ko'paytmasi 12. Ko'paytirilgan balandligimiz 7 ga teng. Bular hammasini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 259 pi taqsim 3 bo'lar ekan. Navbatdagi savol 15. Shar segmentining o'q kesimidagi yoyining kattaligi a, ya'ni alfa bo'lishi kerak bu yerda. Alfa bo'lib, ya'ni shar segmenti o'q kesimining yoyi. Qarang. Sharni chizsak, chizib olaylik. Segmenti deganda mana bunaqa tepa qismi. Mana shuning o'q kesimi deydi. Shar segmenti o'q kesimidagi yoyning, ya'ni o'q kesimi bilamizki, mana bu radius. Endi mana shuni kesadigan bo'lsak, kesimimiz alfa burchakli yoy ajratar. Ya'ni mana bu yoyimiz o'sha kesimda alfa burchakli yoy ajratib turadi. Bu markazdan radius o'tkazadigan bo'lsak, alfa taqsim 2, alfa taqsim 2 bo'ladi. Tepasi balandlik h. Endi shu segmentga hajmi v ga teng bo'lgan shar chizilgan. Endi mana shu yerga bitta shar chizilyapti, kichkinaga. Bizlar aytayaptiki, shar segmenti ichki chizilgan shar hajmlarining ayirmasini toping. O'zi sharni segmentini hajmi pi h kvadrat radius ayrilgan h taqsim 3. Endi unga ichki chizilgan sharni hajmi, shar hajmi 4 taqsim 3 pi r kub. Radiusning o'rniga h taqsim 2 qo'yamiz. Chunki balandlik nima bo'lsa shuning kubi. Hisob-kitob qiladigan bo'lsak, xo'p. Pi h ning kubi taqsim 6 bo'lib qolar ekan. Sharni hajmi. Shular ayirmasi so'raladi. Biz h bilan radiusni bog'lab olishimiz kerak. Ya'ni mana bu radius, mana bu balandligimiz h bo'lsa, qolgan qismi radius minus h ga teng. Bilamizki, mana bu yerdan kesim o'tkazadigan bo'lsak 90 gradus, kosinus alfa taqsim 2 miz, kosinus alfa taqsim 2 miz radius minus h ni radiusga nisbatiga teng. Bu degani kosinus alfa taqsim 2 miz teng 1 minus h taqsim radius. Bu yerdan h taqsim radiusimiz teng bo'ladi 1 minus kosinus alfa taqsim 2. 1 minus kosinus alfa taqsim 2. Bu 2 ta sinus kvadrat alfa taqsim 4 ga teng. Ya'ni yana yarim burchak bo'yicha ochib chiqsak. Endi bu yerdan h ni o'rniga 2 ta sinus kvadrat alfa taqsim 4 radiusni qo'ya olamiz. Xo'p, bizdan bular ayirmasi so'ralyapti. Biz segmentni hajmidan va shar hajmini ayiramiz. Ayirayotganimda pi h kvadratni qamsidan tashqari chiqarib yuboraman. Shunda radius minus h taqsim 3 ayrilgan pi h kvadrat chiqsa h taqsim 6 chiqadi. Bu pi h kvadrat ko'paytirilgan radius minus h taqsim 2 bo'ladi. Ikkalasi qo'shilib ketdi. Ishorasi bir xil bo'lgan.
Endi hashning o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboramiz. Mana bu ayirmasi pi h kvadrat ko'paytirilgan radiusni o'rniga qo'yganim qulayroq ekanda. Chunki h ga bog'liq v shar hajmi bizga eng qizig'i mana bu berilganda v shar hajmi berilgan. Mana bu bor bizda. Hashga bog'lasak, ya'ni hashga bog'lasak mana buni o'rniga qaytarib mana shar hajmini qo'yib qolamiz. Shuning uchun men radiusning o'rniga h taqsim 2 ta sinus kvadrat alfa taqsim 4 ni qo'yaman. Radius o'rniga h taqsim 2 ta sinus kvadrat alfa taqsim 4 ayrilgan h taqsim 2. H taqsim 2 ni qarshisidan tashqari chiqarib yuborsam pi h ning kubi taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim sinus kvadrat alfa taqsim 4 minus 1. Endi pi h ning kubi taqsim 6 miz sharni hajmi edi. Bu 3 barobar katta undan. Ya'ni 3 ta v ga teng bo'ladi. 1 taqsim sinus kvadrat alfamiz bu 1 plus katanginus degani, bir narsa shunchaki katanginus qoladi. Katanginus alfa taqsim 4. Ko'rib turibsiz, bu yerda 3 ta v katanginus, uzr, kvadrat, katanginus kvadrat alfa taqsim 4 bizda A variantida turibdi. Navbatdagi savol 16. Konusning o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan, silindrniki esa kvadratdan iborat. Agar ularning to'la-sirtlari tengdosh bo'lsa, hajmlari nisbatini toping. Ya'ni konusning o'q kesimi tomoni uchburchakdan iborat. Xo'p. Konusning o'q kesimi, ya'ni A 3 dan iborat deylik. Silindrniki esa kvadratdan iborat. Uning tomoni A4 deymiz. Tomonlar bog'lanmagan. Endi ularning to'la-sirtlari tengdosh. To'la-sirt. Konusning to'la-sirti qanday topiladi? Asosi pi radiusning kvadrati o'rniga A3 taqsim 2 ning qavs kvadrati. PR kvadrat plus PRL yonsirt. Radiusga A3 taqsim 2 qo'yaman. Ko'paytirilgan L'imiz yana A3 ga teng. Xullas bu A kvadrat taqsim 2, A kvadrat taqsim 4. Qo'shadigan bo'lsak, 3 ta A3 ning kvadrati taqsim 4 pi ga teng bo'ladi. Mana shu teng ekan silindrning to'la sirtiga. To'la sirtlari tenglashyapti. Silindrning to'la sirti. 2 ta pi r kvadrat, ya'ni radiusda pi radiusimiz y taqsim 2 ning qavs kvadrati qo'shilgan 2 ta pi rimiz, ya'ni y taqsim 2 ko'paytirilgan y. 3 taqsim 4 pi x kvadratimiz teng bo'ladi 3 taqsim 2 ta pi y kvadratga. 3lar qisqarib ketadi, pilar ham qisqarib ketadi. Ximiz teng ximiz teng ildiz osti 2y bo'ladi. Endi hajmini topayotganimizda ko'rinib qoladi. Balandligimiz shu yerda ildiz osti 3 taqsim 2 ta x ga teng. Bu konusniki. Silindrning hajmi pi, radiusimiz y taqsim 2 ning qavs kvadrati ko'paytirilgan balandligimiz y ning o'zi. Bo'lib yuboradigan bo'lsak, qarang. V konus hajmini V silindr hajmiga bo'lganimizda pilar qisqarib ketadi. 1 taqsim 3 turadi. X kvadrat taqsim y kvadrat. Mahrajda 4 lar ketdi. X taqsim y. Ildiz osti 3 taqsim 2. X ni y ga bo'lganimiz ildiz osti 2 ga tengmi? Bu yerga nisbatga shunchaki ildiz osti 3 taqsim 6 ko'paytirilgan nima? X ning kubi taqsim y kubini o'rniga 2 ildiz osti 2 qo'yib qo'yman bo'ldi. Chunki x ning y ga nisbati ildiz osti 2 ga teng. Nisbatimiz konus hajmini silindr hajmiga nisbati necha bo'ldi? 2 bilan qisqarsa bunda 3 qoladi. Ildiz osti 2 taqsim ildiz osti 3 ekan. To'g'ri javob D variant. Navbatdagi savol 17.
Balandligi 6 ildizli 3 bo'lgan to'rtburchakli piramidaning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil qiladi. Uning asosiy burchaklaridan biri 120 gradus bo'lgan teng yonli trapetsiyadan iborat. Trapetsiyaning diagonallari uning o'tkir burchaklarining bisektrisalaridir. Trapetsiya katta asosini toping. Piramidani qo'yib turaylik, asosini birinchi chizib olaylik. Asosi burchaklaridan biri 120 gradus bo'lgan teng yonli trapetsiya. Ya'ni teng yonli bo'lgandan keyin ikkala burchagi ham 120 bo'ladi tepadagisi. Bu yer esa 60 gradus. Endi aytyapti. Trapetsiyaning diagonallari o'tkir burchakning bisektrisalari bo'ladi. Diagonal chizsak tengga bo'lagan 30 gradus. Bu yer ham 30 gradus. Bundan mana bu yer ham 30 qoladi. Ichkalmashuvchi burchakdan mana burchagimiz 90 qoldi. Demak, bu yer 60 edi o'zi. Endi asos mana shunaqa trapetsiya. Balandlik mana shu va uning barcha qirralari asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil qiladi. Bekorga aytmayapti barcha qirralari deb. Chunki qirralar tashqi chizilgan aylana markaziga tushishini bildiradi balandlikni. Tashqi aylana chizadigan bo'lsak unga tashqi aylana chizildi. Markazi ana shu tashqi chizilgan aylana markaziga tushar ekan. Tashqi chizilgan aylana markazi qayerda? Mana bu 90 bo'lganligi uchun mana uchburchakka ham tashqi chizilyapti-ku. Katta asosda yotib qoladi. Trapetsiyamiz shunaqa trapetsiyaki unga tashqi chizilgan aylana markazimiz katta asosi o'rtasida yotadi. Demak, barcha qirralari bir xil asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil etsa, endi bitta qirrasi, 4 ta qirrasi ham shunaqa. Mana chizaylik, 4 ta qirrani. Hamma qirrasi bir xil burchak tashkil etib, balandligi 6 ildizli 3. 6 ildizli 3. Va qirra 60 gradus burchak tashkil etsa, 30 gradus qarshisida harakat et, 60 gradus qarshisida harakat etdan ildizli 3 marta kichik. Ya'ni 6 ni o'zi. Radius 6 bo'lsa, asosi 2 barobar katta 12 bo'ladi. Markazda yotgani uchun. Katta asos toping deyapti, osongina 12 ni topdik. Navbatdagi savol 18. ABCD piramidaning D uchidagi barcha yassi burchaklari to'g'ri. Shu tetraederga ko'p shunday eshik chizilganki, ko'pning bitta uchi D nuqtada. Unga qarama-qarshi uchi esa ABC yoqda yotadi, deyapti. Endi qarang. Mana shu narsani Descartes koordinatlar sistemasiga chizib olsak, 3 o'lchamli x, y, z. Belgilaymiz. Birinchisi DA, D nuqta mana bu yerda bo'ladi. Chunki hammasi D bor. DA-imiz 4 ga teng. DB-imiz 6 ga teng. B nuqtamiz 6 ga teng. DS'miz 8 ga teng balandlik. Endi mana shu yerdan mana bunaqa uchburchak yasadik. Endi bizga aytayaptiki, mana shu tekislik asosi qolganlar qirralar. Mana shunga kub ichki chizilyapti. Shunaqa kubki, qirralari bunday yotishi kerak. Uchi esa mana bu tekislikda yotishi kerak. Bitta e'tibor beraylik. Biz kubning tekisligini chizib olamiz. Kubning tekisligini chiza olamiz. Men buni geometriyadagi oddiy bir misol bilan tushuntiraman. To'g'ri chiziq x o'qini 3 dan, y o'qini 2 dan kesib o'tsa, buni x taqsim 3 qo'shilgan y taqsim 2 teng 1 deb yoza olamiz. Qaytaraman, x o'qidan 3 dan, y o'qidan 2 dan o'tuvchi to'g'ri chiziq, ixtiyoriy AB dan o'tuvchi to'g'ri chiziqni x o'qidan kesgan nuqtasi x intercept deydi ingliz tilida. 3 da bo'lsa 3 ga bo'lamiz, y dan nechida kelsa o'shanga bo'lamiz, teng 1. Mana shu to'g'ri chiziq tenglamasi bo'ladi. Bu yerda ham mana bu tekislikning tenglamasi x o'qini 4 dan kesgani uchun x taqsim 4. Y o'qini 6 da kesganligi uchun y taqsim 6, z ni 8 da kesganligi uchun z taqsim 8 desak bo'ladi. Biz yasab oldik birinchi navbatda. Bu piramidani Descartes koordinatlar sistemasiga yasab oldik, keyin nuqtalardan asos tekisligini tuzib oldik. Endi tekislik tenglamasi. Bilamizki, tekislikning mana bu yerga ichki kub chizilyapti. Kubning hamma tomoni uzunligi A desak, A ga teng kesma, A ga teng kesma, A ga teng kesma, A ga. Mana bu uchi nimada yotibdi, qarang. D nuqtada
bitta uchi shu yerda qarama qarshi uchi esa bitta uchi d bo'lsa, unga qarama qarshi uchi abs tekislikda yotibdi. Tekislikda yotgan bo'lsa, mana shu nuqtaning koordinatalari nima bo'ladi? A bo'ladi. Chunki bu tomondan ham A, bu tomondan ham A, bu tomondan ham balandligi ham A. Mana shuga teng. Demak, biz x, y, zlarning o'rniga hammasiga A ni qo'ysak, teng 1. Tenglikni qanoatlantirishga, ya'ni tekislikda yotish kerak. A ni topsak, kubning tomoni uzunligi kelib chiqadi. Umumiy mahraj nima bo'ladi bu yerda? Xo'p, 6 kira 8 48 bo'ladi. 24 dan bo'lar ekan. 24 bo'lishni minusiga 3 tadan, minusiga 4 tadan, minusiga 6 tadan. 6 qo'shilgan 4 qo'shilgan 3 taqsim 24 teng 1. A ning qiymati 24 taqsim 13 bo'ladi. To'g'ri javob C varianti ekan. Navbatdagi savol 19. To'g'ri prizmaning asosi teng yonli uchburchakdan iborat bo'lib, uning asosi uzunligi 6 ga va asosiga yopishgan burchagi sinusi 0,6 ga teng. Prizma asoslari yuzalarining yig'indisi uning yon sirti yuzasiga teng. Qarang, prizmaning asosi shunaqa uchburchakdan iboratki, asos haqida shuncha gapiryapti. Demak, bir gap bor. Asos uzunligi 6, asosga yopishgan burchak sinusi mana burchak alfa bo'lsa, teng yonli deb beraman. Sinus alfamiz 3/5 ekan, ya'ni 0,6. Biz uning nimasini topa olamiz? L yon tomonini topa olamiz. Balandlik tushiradigan bo'lsam, h 3 bo'ladi. Sinus alfamiz 3/5 bo'lsa, kosinus alfamiz 4/5 bo'ladi. Kosinus alfamiz bu yerda yopishgan katet 3 ning L ga nisbat. Bu yerdan L ni topsak 15/4 ekan. 15/4. Endi asos yuzalari yig'indisi deyapti. H ni ham topib qo'yishimiz kerak bu yerda. Tangens alfadan tangens alfamiz 3/4, tangens alfamiz h ni 3 ga nisbat bo'ladi. H imiz 9/4. Ya'ni Pifagordan osonroq bo'lganligi uchun tangens alfani ishlatdim. Endi asos yuzasi 1/2, asos 6 ko'paygan balandlik 9/4. 27/4 bo'ladi yuzamiz. Endi asos yuzalari yig'indisi, ikkita asosi ham bir xil-ku. 27/4 dan ikkitasi yon sirti yuzasiga teng ekan. Yon sirti yuzasi qanaqa topiladi? Perimetr, asosining perimetri 15/4 dan 2ta bor, plus 6 bor. Mana shuni ko'paytiramiz balandlikka. Tenglikni ikkala tomonini ham 2 ga ko'paytirib yuborsam, 2 ga ko'paytirsam 4 bilan qisqarib ketib 27 ni o'zi bo'ladi. Teng 2 ga ko'paytirsam 15 qo'shilgan 12 ko'paytirgan h bo'ladi. Bu yerdan h'imiz 1 ekanligini topsak bo'ldi. H topdikmi? Bo'ldi. Bizdan prizmaning hajmi S asos. Asosining yuzasi nima edi? 1/2, asosining tomoni 6, balandligimiz 9/4. Ko'paytirilgan balandligimiz h1. Bu yerdan 27/4 ekanligini topdik. Ya'ni hajmimiz 28 bo'lganda 7 bo'lardi, 6,75 ekan. To'g'ri javob B variant. Va nihoyat oxirgi savol 20-si. Piramida asosining tomonlari 6, 8, 10 ga teng va barcha ikki yoqli burchaklari 60 gradus bo'lgan piramida hajmini toping. Barcha ikki yoqli deyapti. Ikki yoqli deb o'zidan aytib turibdi, ikkita yog'ini orasidagi burchak. Asosi 6, 8, 10 bilamiz, to'g'ri burchakli uchburchak. Endi ikki yoqli burchagi degani yog'i tashkil qildimi? Asosiga ichki chizilgan aylana markazga tushadi balandlik degan piramida. Balandligimiz asosiga ichki chizilgan aylana markaziga tushdi. Ichki chizilgan aylana radiusini topsak, A plus B minus C taqsim 2 bo'ladi. Tomonlari 6 qo'shilgan 8 ayrilgan 10 taqsim 2. Natija 2. Endi mana shu burchak 60 gradus. Ikki yoqli burchak deganimiz mana bu apofema ichki chizilgan aylana radius mana shu yer 60 gradus. Mana bu 2, bu yer 60 gradus bo'lsa, bilamizki 30 gradus qarshisidagi katet 2, 60 gradus qarshisidagi katet balandligimiz 2 ildizosi 3 qolamiz. Endi bemalol hajmini topa olamiz. 1/2
Uzr, 1/3 hajmi ko'paytirilgan S asos 1/2 6 karra 8 bo'ladi yozamiz. Ko'paytirilgan balandligimiz 2 ildiz 3. 6 bilan bular ketsa, javob 16 ildiz 3 bo'ladi. To'g'ri javob C varianti. Videoni oxiriga yetkazdik. Oxirigacha ko'rganlar uchun alohida rahmat. Trigonometriyada bilamiz. 5 ta oxirgi savol tushadi. Mana shu oxirgi savolda sizga omad tilayman. Imtihongacha charchamang.